Xulosa sizga 10 yoshli bolamni olib kelgandim. Bundan shu 5 oy 6 oy oldin siz bilan ishlab boshlagandik. Bundan 1 yil oldin o'zi aslida olib kelgan vaqtim unda enrus kasalliklari bor edi. Unda qanaqa siyib qo'yish holatlari kuzatilardi 1-2 marta va qo'rquv bor edi. Undan kelib chiqqan holatda masalan o'zimda agressiv holatlari, urishish, jahl qilish o'zimda. O'zingizdaligini bildingiz, diagnostika qildingiz. Diagnostikada shu holatlar kelib 1 yil oldin olib kelib ketdingiz, keyin bola qatnashish kerak degandimda, qatnashga sharoit bo'lmadi, lekin 3-4 oydan keyin nima kurs oldingiz. Kurs oldingiz, onlayn, chunki offlayn qatnashish iloji yo'qmanda dedingiz. Kurs уже olganingizdan keyin bolada qanaqa o'zgarishlar, qanaqa holatlar bo'ldi? Birinchi navbatda enrusda siyib qo'yish holatlari yo'qola boshladi va bolamda shunaqa narsa o'zgardi, o'zini ustida ishlash. Yana o'qishida o'zida sust holatlar kuchayib, yaxshi tarafga o'zgardi. Va biz o'shani to'g'riladik. Hozirda diqqat-targ'ibotlik yig'ilib va tartibiga jam bo'lib, молодец. O'quvga yana naborat oshdida o'zini ishtiyoqlari oshib, молодец. Xo'p, nechta farzandingiz bor edi? 3ta. Necha yosh? Birinchisi 7 yosh, ikkinchisi 2 yosh, 2 ga to'ladi, uchinchisi 7 oylik. Молодец. Xo'p, endi qarang. Shu holatda qaysi biri bilan qanaqa ishlayapsiz uyda? Masalan, kurs olganingizni mas ketuvdim, bolalaringiz hammasi bilan uy sharoitida qila olasiz, mashg'ulotlarni qiyin emasda. Kurs uyda qilish qiyinchilik tug'dirmadimi sizga? Yo'q, uchalasi bilan alohida shug'ullanaman. Kattasi bilan o'sha aytilgan o'zingiz bergan vazifalarni afirmatsiyalar bilan, chunki unda enrus bor. Da, enrus borligi. Ikkinchi farzandingizda nima bor edi? Unda qanaqa yig'loqi o'zi o'sha har narsaga g'ingshib qoladigan holatlari bor edi. O'shaning ustida ishladik. Uchinchisida qanaqa unda o'sha o'zingiz bergan vazifalarda koptokchalar bilan, chunki hali 7 oylik chaqaloq oyoq qo'li orqali koptokchilik mashg'uloti qilib qolib 7 oylik chaqaloq nima o'zgardimi? Kattalarda bilasan, kichkinada-chi? Da, hozirda unda til orqali gapirishlar. Уже звуклар chiqarib, rivojlanish etaplari joy-joyiga kelib, молодец. Xo'p, o'zingizdagi holat qanaqa? Mana bolalar 1 yil oldin eslayman, kelganingizda hayotdan charchagan, bemaqsad, bolalar kasalligidan уже gapirish turib hammani oldida uyalgan, to'yib ketgan, qo'pol ketganda, jonimga tegdi, men nimani noto'g'ri qilman, urmaydiyman, urib qo'yaman, urishmaydiyman, urishib qo'yaman, lekin qanaqa bularni uchalasini baravar ebli, qanaqa homilador paytingiz keluvdi даже esimda. Nima qilay, hali tug'ishim kerakman, charchab ketdim degan holatda keluvdingiz. Hozirgi kunda mana farzandlaringiz sog'ayib boryapti, rivojlanishi joy-joyiga tushyapti, sekin tartibga solinyapti hamma narsa. O'zingiz holatingiz qanaqa holatga o'zgardi? Hozirda holatim juda yaxshi. Avvalambor sizga rahmat. Kursingizda olib shu natijalarga erishdik. Maqsadlarim juda katta. Bolalarim orasida ham shunaqa o'zgarishlar zo'r. Молодец. Inshaalloh yana kurslarda o'qib, bundan katta o'zingiz ham qilasiz mashg'ulotlarni. O'zingiz birga, qo'rquvlaringiz bilan o'zingiz birga ishlayapsiz. Молодец. O'zi kurs shuning uchun-da mana uyda nechta inson bo'lsa, shu bilan baravar ishlab, yoshmi, kattami, kichkinami, har xil holatda ishlab shu qo'rquvlarni yengib, o'zini psixologik, ruhiy holatini tiklash uchun mo'ljallab yozilgan darsliklar. Yoshga ham, qariga ham birda tushadi bu narsa. O'zi ona sog'lom bo'lsa, oilada ona sog'lom bo'lsa, bolalar ham sog'lom bo'ladi. Er bilan munosabat ham joyida bo'ladi. Er-xotin munosabati joyiga bo'lgandan keyin sog'lom farzandlar bizning kelajak avlodimizdan yetuk insonlar bo'lib yetishib chiqishi oson bo'ladi. Natijalaringizdan juda ham xursandman. Davomiy bo'lsin. Bundan ham yaxshi natijalarga erishib, o'zingiz xohlaganingizdek shu olim farzandlarning onasi bo'lib faxrlanib yuring. Sizga ham rahmat. Xo'sh, ko'rdinglar onajonlar, biz har doim ham bunaqa o'tib qo'yamiz, ya'ni natijani, chunki onalar uyalishadi. Bizni mijozlarimizni iltimos qilib, ruxsat berib, shu onalarga manfaatli bo'lsin, ozgina natijangiz bilan bo'lishing deb ruxsat bergangina onani olib chiqa olasiz. Bunaqa natijaga chiqqan onajonlar juda ham ko'p.
Shunda men bilaman, NRS, enkaprezi bor bolachalar bilan yashash bitta uyda oson emas. Chunki nega? Ular juda ham yopiq bo'ladi. Agressiyaga berilgan, injiq, tashqi muhitga o'zini qo'pol qilib aytganda ninasini sochigan farzandlar. Nega biz aytamiz, NRSni vaqtida davolating. 5 yosh, 6 yosh NRSni olib keling. Kutmang 14 ga to'lishini, 15 ga to'lishini, o'zi o'tib ketishini. Chunki bu o'zi o'tib ketadigan holat emas. Bolani psixologik ruhiyat holati bilan ishlamasangiz, qayta takrorlanaveradi. Tajribamdan kelib chiqqan holatda aytaman, 45 yoshda ham, 57 yoshda ham kelayotgan insonlar bor. Bu juda ham keng qamrovli tarqalgan mavzu. Oldin ham bo'lgan. Prosta oldin bunaqa olib chiqilib, unga psixologik yechim bor deb hech kim aytmagan. Hozirgi kunda shunaqa zamonda yashayapmiz, gadjetlar, tashqi muhit, ekologiya ta'sirida farzandlarimiz tez zararlanadi, ruhiyati tez buziladi. Tezlashtirilgan zamonda hozir inson o'zini farzandini gapini ko'tara olmagan holatda, o'zini farzandi kasalligini ko'tara olmagan holatda boshqa bir inson sizni farzandingizni bu nuqsoni bilan qabul qilmaydi. Shu sababdan bola kichkinalik paytidan unga e'tiborli bo'lib, bu kasallikni vaqtida davolanmasa, kattalashgani sari u chuqurlashib boradi. 22 yosh, 23 yosh ajrashdi, to'y bo'lish kerak, o'g'il bola armiyaga borish kerak, jamiyatda o'zini o'rnini topa olmayapti, agressiv, nevroz holatda o'zini o'ldirib qo'ydi-da, osayotgan joydan yechib oldik. Shunaqa holatlar juda ham ko'p. Chunki bu hech kimga aytolmaydigan sirri ichida saqlab o'ziga bo'lgan ishonch tushib ketib, hayotda yashagisi kelmay qolgan bolalar. Ya'ni u ertalab uyg'onganda o'ziga bo'lgan har kunga ishonchi tushishi, yana qo'l to'shak. Siz o'zingiz quruq o'rinda yotibsizki, farzandingiz bu og'rig'ini tushunib yetishingiz qiyin. Men har kuni shu NRSga uchragan bolachalar bilan gaplashib, ular bilan yaqin bo'lib, unaqa holatdan kelib chiqqan holatda aytaman. Bu holat shunaqaki, farzand ich etini o'zi kemiradi. O'zini o'zi ichidan qabul qila olmaydi va natijada esa bor ichidagi bosimni tashqariga tushuntira olmasdan, ya'ni agressiya, injiqlik, janjal bilan yoki boshqa oqibatida kelib chiqqan kasalliklar bilan ko'rsatadi. Agar hozirgi kunda siz ham farzandingiz ham shu muammo bilan og'riyotgan bo'lsa, bezovta bo'lsa, injiqlanib qolgan bo'lsa, yopilib qolgan bo'lsa, o'zini olamiga tushib qolgan bo'lsa, qalbini ocha olmayotgan, topa olmayotgan, o'zini kasbini topa olmayotgan bo'lsa, yoki injiqligi bilan sizni qiynayotgan bo'lsa, siz bu kasallikka qanaqa lecheniya qilsangiz ham davo qila olmayotgan bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling va bizni diagnostikamizga olib keling. Biz diagnostika qilib, sizga to'g'ri yechim yo'lini ko'rsatamiz.